Hurmatli obunachilar, biz va'da qilganimiz soat 8:00da Sumda obunachilarimizga hajjalar tarqatish uchun yetib keldik. Endi navbat obunachilarimizni qidirishni boshladik. Assalomu alaykum qizlar. 2 minut vaqt ajratib Instagramlaringiz bormi? Bor. Bizani Parij ayollar kiyim do'koniga obuna bo'lganmisizlar? Obuna bo'lgan ekanlar, ko'rsatib qo'ying kameraga. Va Parij ayollar kiyim do'konidan siz uchun sog' bo'linglar. Hali ko'p skidkalarimiz bo'ladi. Do'konimizda kutib qolamiz. Assalomu alaykum qizlar. 2 minut vaqt ajrata olasizlarmi? Instagramlaringiz bormi? Bor. Bizani Parij ayollar kiyim do'koni Instagram sahifasiga obuna bo'lganmisizlar? Yo'q, adashmasam. Instagramga kiring. Parij. Parij yozmadimi? Yo'q, yozmadim. Birinchisi. Yo'q, bo'lmaganman. Obuna bo'lib qo'ysangiz, nasib bo'lsa, kelasi safar albatta sovg'ali bo'lasiz. Assalomu alaykum opa. 2 minut vaqt ajrata olasizmi? Ha. Instagramingiz bormi? Bor. Bizani Parij ayollar kiyim do'koniga obuna bo'lganmisiz? Yo'q, obuna. Tagina Instagramingizga kiring. Parij. Obuna bo'lmagan ekanlar. Obuna bo'lib qo'yganlar uchun mana shu sovg'amiz. Parij ayollar kiyim do'konidan sizga sovg'a. Mayli, sog' bo'ling, charchamang. Assalomu alaykum qizlar. 2 minut vaqt ajrata olasizlarmi? Instagramlaringiz bormi? Bor. Bizani Parij ayollar kiyim do'koni Instagram sahifasiga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Instagramga kiring. Ayting. Parij ayollar kiyim do'koni. Ja, Parij. Parij. Obuna bo'lmagan ekanlar. Obuna bo'lib qolsangiz, kelasi safar albatta sovg'ali bo'lasiz. Charchang. Assalomu alaykum. 2 minut vaqt ajrata olasizmi? Ha? Bizani Instagramingiz bormi? Parij ayollar kiyim do'koni Instagram sahifasiga obuna bo'lganmisiz? Bo'lgan bo'lsam kerak. Instagramingizga kiring. Shu? Ha, shu. Obuna bo'lgan ekanlar, kameraga ko'rsatib qo'ying tagini. Obuna bo'lib qo'yganingiz uchun, bizani kuzatib borayotganingiz uchun shu sovg'amiz Parij ayollar kiyim do'konidan sizga sovg'a. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. 2 minut vaqt ajrata olasizmi opa? Aha. Instagramingiz bormi? Bor. Bizani Parij ayollar kiyim do'koniga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lgan bo'lishim kerak. Hammasiga obuna bo'laman. Ko'ramiz.